nimalar qilyapsizlar? Menga oranglar deb bitta podpiska bo'lgan bormi? Qani ko'rsinchi. Qani ko'rsinchi, siz mana bunaqa o'tirib turing, jim o'tiring. Qani. Salom, bu Nurli Motor Akademiya va men Shohjahon Shomurodov. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta iltimos bor edi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying. Agar kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, unda sizga rahmat. Endi esa darslarimizni ko'rishda davom etavering. Xo'p, keling endi darsimizga qaytadigan bo'lsak. O'tgan darsimizda esingizda bo'lsa sizlar bilan sodiqlik dasturi haqida gaplashgandik, ya'ni sodiqlik dasturi qanday o'rnatishni ko'rib chiqqandik. Bugungi mavzuyimiz ham undan uzoqlashmaydi, ya'ni sodiqlik mavzuga o'xshash. Ya'niki price list mavzusi bugun bizning qahramonimiz. Xo'p, darsni boshlashdan oldin bitta voqea haqida aytmoqchiman va sizning fikringiz ham muhim. Sizlarda bo'lganmi, bo'lmaganmi bu voqea, обязательно izohlarda yozib qoldiringlar, men o'qiyman. Xo'p, voqea shundan iborat ediki, 50 ming so'm xola. Qanaqa 150 ming, 50 mingga bergan olim. Ya to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keladi, o'zi faqat yo'l keragi pulimiz qoldi. O'chirsan chakagingni. Darsimizga nima aloqasi bor desangiz, ya'ni xuddi shu vaziyatda sotuvchi qanday qilib chiqib ketishi mumkinligi, ya'ni sistemada mijozga haqiqatan ham chegirma qilib bera olish imkoniyatini siz ayni sistemada ko'rib olasiz bugun. Xo'p, birinchi navbatda har doimgidek sistemamizga kirib olamiz va xuddi o'sha vaziyatda sotuvchi qanday yo'l tutish kerakligini qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sozlamalarga kiramiz va bu yerga price list deb yozamiz. Price listni yoqib qo'yamiz va buni saqlaymiz. Va bu yerdan chiqib ketamiz. Point of sales moduliga kiramiz. Dashboard order products dan kelgan produktni ustidan bosamiz va bu yerda ko'ryapsiz, yana bir nechta optionslar bor va pastda e'tibor bergan bo'lsangiz, yangi funksiya qo'shildi, ya'ni price list tugmachasi qo'shildi. Shu tugmachani ustidan bosamiz va bu yerda by default bir dona o'zi price list yaratilgan bo'ladi. U bizni kompaniyamiz narxiga qarab yasalgan, lekin biz unga o'zgartirish kiritmaymiz. Biz yangi yaratamiz. Keling, men bugungi price listimizning nomini onalarimizga bag'ishlab, onalar xohishi deb nomlayman. Onalar xohishi. Buni ko'rayotgan oyim mendan juda ham minnatdor bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Ichlardan vulqon o'tsa kerak, mana bo'lar ekan u. Xo'p, darsga qaytamiz. Endi bu yerda Edit Line tugmachasini bosamiz va ko'ryapsiz, yangi pop-up ochildi, ya'ni kichkina oynacha. Bu yerda Apply to va yonida ikkita variant turibdi. Produkt va kategoriya. Bu yerda siz narxlarni, ya'ni qoidalarni ma'lum bir turdagi, ya'ni ma'lum bir kategoriyadagi mahsulotlarga qo'ysangiz bo'ladi, hamda hamma mahsulotga qo'ysangiz bo'ladi. Va pastda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, produkt degan yozuv turibdi. Ya'ni siz bu yerda nafaqat hamma mahsulotga, bitta dona mahsulotga ham qonun qoida qo'ya olish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, pastroqda price type, ya'ni narx turi, naqdlash turi. Xolasangiz bu yerda discount e'lon qilasiz, xolasangiz bu yerda fixed price, ya'ni naqd. Misol uchun bu yerga hozir fixed price ga men 5000 so'm yozib qo'ysam, 5000 so'm tushib beradi har bir mahsulotdan. Yoki 5 yozib qo'ysam, 5 dollardan tushib beradi. Xuddi shunaqa. Xo'p, formula esa bu advanced daraja. Ya'ni advanced o'zbekchaga tarjima qilganda yuqori daraja hisoblanadi. Bu yerda ham ko'ryapsiz, pastda e'tibor bergan bo'lsangiz, discount yozuvi turibdi va kimdadir savol uyg'ondi. Bu yerda yana bitta discount bor. Formulaning ichida yana bitta discount bor. Bu ikkita discount nimaga kerak? Bu ikkita dublikat deyotgan bo'lishi mumkin, lekin qaranglar. Formulaning ichida round of 2, ya'ni ga yaxlitlash funksiyasi ham bor. Agar siz mahsulotingiz qanchadir bo'lgan, oldin keling men misol aytaman, 20 bo'lgan, qanchadir foiz, 20 dollar bo'lgan, qanchadir foiz siz chegirma berdingiz.
va u oxiri 99 yoki 85 xuddi shunday kichkina sonlar bilan tugab qolyapti. To'g'rimi? Xuddi shuni oldini olish uchun gayaq tiklash bu yerda bizni hamrohimiz bo'ladi. Ya'ni gayaq tiklashga 0.05 qilib belgilasak, u 0.5, ya'ni o'sha 0.5% ga yaxlitlab sizga narxini tekizlab beradi. Xuddi shunday. Xo'p, ekstra feelar kerak emas, mini quantity. Ya'ni nechta mahsulot sotib ola olishim mumkin chegirmada. Hozir men bu yerga 5 yozib qo'ysam, juda ham ko'p 5 ni ishlatib oldim. Keling 4 ta yozib qo'ysam, men faqat 4 ta dona mahsulotni chegirmada sotib ola olaman. Xo'p, pastroqda yana bitta funksiya bor, valid period, ya'ni amal qilish muddati. Xo'p, keling amal qilish muddatini bugun biz 28-oktyabr ertalab soat 9 dan boshlagan bo'laylik. Ertalabki soat 9 dan. Xo'p, tugash vaqtini esa mana bu yerda ko'ryapsiz. Oktyabr 2025 yonida sana qo'ysangiz bo'ladi yana. Bugun o'zida ham tugatib qo'ysangiz bo'ladi bu aksiyani. Yoki keyingi hafta, keyingi yil yoki tugatishingiz mumkin. Keling, men keyingi hafta xuddi seshanba kuni 4-sanaga to'g'ri kelar ekan, ya'ni 4-noyabrga 4-noyabrgacha deb belgilay. 4-noyabr kuni soat keling nechida tugasin? Soat 6 da tugasin, kechqurungi 6:00 gacha ulgurib qolsin aksiyaga, to'g'rimi? Xo'p, 6:00 buni apply qilamiz, ya'ni sanaga ruxsat beramiz. Bugun aksiyamiz boshlandi soat 9:00 da va noyabrning 4-sanasigacha soat 6 gacha amal qiladi. Endi buni saqlaymiz. Bu yerdan ham saqlaymiz. Price listdan chiqamiz. Va endi point of sales ga o'tamiz. Kassaga kirishdan oldin, buni tekshirishdan oldin edit tugmachasini bosib turib, yana kichkina bir sozlamalar bor, o'shalarni amalga oshirishimiz kerak. Pastroqda mana ko'ryapsiz, ko'k harflar, yashil harflar bilan configuration setting degan yozuv bor. Xuddi shuni ustidan bosamiz va qidiruvdan flexible price list deb qidiramiz. Xo'p, bu yerda ko'ryapsiz, ikkita turibdi. Birinchi uni check qilishimiz kerak va ichkarida ikkita turibdi: available va default. Xo'p, bizga kerakligi available, ya'ni bizda borlari. Keling, men onalar xohishi degan price listimni qo'shaman aynan shu kassaga. Xo'p, buni saqlab oldik. Endi point of sales ga o'tamiz, ya'ni dashbordga o'tamiz. Save qilib. Xo'p, endi open register qilamiz. Ya'ni o'sha kassamizni ochib olamiz. Kassa ochilishini kutamiz. Xo'p, kassamiz ham ochildi. Open registerni bosamiz va bu yerdan mahsulot tanlaymiz. Casual t-shirt, oq rangligi, S razmerligi. Xo'p, ko'ryapsiz, narx hali o'zgarmadi. Endi buni qanday qilib o'zgartirish kerak desangiz, mana bu yerda $20 hozir men sotib olayotgan kiyim narxi $20 ekan va o'sha $20 kelgan 3 ta nuqta bor. Va bu yerda ko'ryapsiz, price list degan yozuv turibdi, u esa default holatda turibdi. Default price, ya'ni o'zining narxida turibdi. Biz endi bunga onalar xohishini belgilaymiz. Mana kodingiz hozir mahsulotimiz $20 edi. Biz 20% chegirma qildik va u $16 ga aylanib qoldi. Price listlar xuddi shunday ishlaydi. Xo'p, keling ikkinchi mavzuni boshlashdan oldin biroz qisqacha musiqiy tanaffus qilib olsak. Xo'p, tanaffusga to'ydingiz degan umiddaman, garchi qisqacha bo'lsa ham. Xo'p, keling endi keyingi mavzuyimiz haqida gaplashamiz. Keyingi mavzuyimiz pulni nazorat qilish, ya'ni qaysidir mijoz keladi, sizdan mahsulot oladi va mahsulot
yaroqsiz yokida mijozga yoqmaydi va uni qaytarib beradi. Siz unga pulini qaytarib berishingiz kerak va ko'p insonlar shu narsani so'rashibdi. Keling, hozir sizlarga Ododa qanday bo'lishini buni ko'rsatib beraman. Xo'p, kassamizdan uzoqlashmaymiz. Bu yerda ko'ryapsiz, chap burchakda registr tugmachasi bor. Registr yonida esa orders tugmachasi bor. Ordersning ustidan bosamiz va bu yerda search ordersning yonida active degan tugmacha bor va uni drop down qilamiz. Paid, ya'ni oxirgi qatorda e'tibor bersangiz, oxirida paid degan tugmacha bor. O'sha tugmachani ustidan bosamiz. Xo'p, to'langan. Sizda ham bir savol tug'ilishi mumkin. Agar bu yerda hozir bitta dona tranzaksiya turibdi, ya'ni hozir o'tkazganimiz, ya'ni sotib olganimiz, agar ko'p bo'ladigan bo'lsa-chi tovar va biz uni birma-bir qidirib o'tirmaymiz-ku degan savol bo'lishi mumkin. To'g'ri, men sizlarga bekorga birinchi darsda har bir mahsulotga barkod yoki artikl qo'yishni muhim deb aytmagandim. Aynan mana shu yerda search ordersda sizni agar o'sha skaner qiladigan apparatingiz bo'lsa, barkodni ursangiz, u mahsulotni sizga tezda topib beradi. Va shu yerdan siz refund qilishingiz mumkin, ya'ni vaziyat qilishingiz mumkin. Xo'p, keling, menda hozir boshqa mahsulotlar yo'q, faqat bitta dona mahsulot. Uni ham hozir sotib oldim va shuni ustida amal bajaramiz. Va o'sha mahsulotning ustidan bosdim, mana ko'rdingiz, va bu yerda refund va bizda qaysi turga qaytarishimizni so'rayapti. Обязательно cash. Cashni ustidan bosdik va bu yerda validate tugmachasini bosdik. Va ko'rdingiz, biz kassamizdan $16 chiqarib beramiz. Mana senga deb va u $16 oladi, biz esa mahsulotimizni qaytib olamiz va quantityga yana qo'shib qo'yiladi o'z avtomatik tarzda. Xullas, darslarimiz shulardan iborat edi. Boya aytib o'tganimdek, izoh yozish, obuna bo'lish, like bosish esingizdan chiqmasin va izohlarda yana aytib o'taman, yozib qoldiring. Keyingi dars nima haqida bo'lsin yoki sizni qanday savol qiziqtiryapti, iloji bo'lsa yozib qo'ysangiz, biz обязательно u savollarni o'qiymiz va keyingi videolarni siz aytgan tarzda ham chiqarishimiz mumkin. Kuzatganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.